Ar-Riyodda AQSh va Rossiya muzokarasining navbatdagi raundi bo'lib o'tdi. Bugun 24-mart kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida yopiq tarzdagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Bu haqda Al Arabiya telekanali ma'lum qildi. Muzokarada Rossiya tomonidan senator Grigoriy Karasin va Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik xizmati direktori maslahatchisi Sergey Beseda ishtirok etgan. Uchrashuvda tomonlar Rossiya don mahsulotlarini BMT va Turkiya vositachiligida Qora dengiz orqali Ukrainaga eksport qilish imkonini beruvchi 2022-yildagi bitimni qayta ko'rib chiqdi. Bu orqali Rossiya g'arb sanksiyalaridan qisman ozod bo'lmoqchi. Muzokarada Putin nomidan Trampga maxsus sovg'a berilgani ham ma'lum qilindi. Bu prezident Trampning taklifi edi va Putin bu taklifga rozi bo'ldi. Mana shu sabab delegatsiyamiz Ar-Riyodga bordi, dedi Kreml matbuot kotibi Peskov. Shuningdek, tomonlar uchrashgan mehmonxonada Ukraina delegatsiyasi ham joylashgan. Ma'lumot uchun, kuni kecha AQSh va Ukraina o'rtasida ham uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Makgregor 7 yilni panjara ortida o'tkazishi mumkin. 2023-yil noyabrida Dublinda tartibsizlik yuz bergan kechada UFC jangchisi Conor Makgregor X ijtimoiy tarmog'ida migrantlar borasida yozgan narsalar diqqat bilan o'rganilmoqda. Hukumat vakillari nazdida uning da'vatlari irlandiyaliklarni zo'ravonlikka undagan bo'lishi mumkin. Agar voqea jiddiy tus olsa, Makgregor 7 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi ehtimoldan xoli emas. Eslatib o'tamiz, avvalroq Conor Makgregor Irlandiya prezidenti bo'lish uchun jiddiy kurashmoqchi ekanligini ma'lum qilgandi. Osmonda sirli shakllar paydo bo'ldi. Bugun dunyoda odamlar osmonda sirli spirallar paydo bo'lganiga guvoh bo'lishdi. Xususan Rossiya, Fransiya, Germaniya va Polshada yashovchilar bu g'ayrioddiy holatni o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Asosiy taxminga ko'ra, bu spirallar atmosferaga sochilgan raketa yoqilg'isining izlari. Bugun oqshom AQSh Enroll 69 josuslik yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi. Katta ehtimol bilan samodagi sirli izlarga o'sha sababchi. Bugun Aleksandr Lukashenkoning 7-inauguratsiyasi o'tkaziladi. Belorussiya prezidentligiga qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning inauguratsiyasi marosimi bugun 25-mart kuni bo'lib o'tdi. Bu haqda mamlakat MSKga asoslanib Beltaga xabar berdi. Marosim mahalliy vaqt bilan soat 12:00 da boshlanadi. Markaziy saylov komissiyasi 3-fevral kuni Belarus prezidentligi uchun saylov yakunlarini e'lon qilgan va unga ko'ra Aleksandr Lukashenko 86.82% ovoz to'plab g'olib bo'lgandi. Aleksandr Lukashenko 1994-yildan buyon Belarusdagi eng oliy davlat lavozimini egallab kelmoqda. Navbatdagi prezidentlik muddati qatorasiga 7-chi. Ta'lim faollari Tramp ma'muriyatini sudga beradi. AQSh ta'lim tashkilotlari uyushmasi mamlakat prezidenti ma'muriyatini ta'lim vazirligini tugatishga kirishgani uchun sudga bermoqchi. Millionlab pedagoglar, fuqarolar, huquqlari uchun kurashganlar, maktab ishchilari, o'quvchilar va oilalar manfaatlarini aks ettiruvchi huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar Tramp ma'muriyatining AQSh ta'lim vazirligini tugatishga noqonuniy urushini to'xtatish uchun dushanba kuni sudga da'vo arizasini kiritadi, deyiladi Milliy ta'lim uyushmasi xabarida. Uyushma ma'lumotlariga ko'ra, vazirlikning tugatilishi federal idoraning dasturlariga bog'liq millionlab o'quvchilar, ingliz tili o'qituvchilari va boshqa shaxslarni xavf ostiga qo'yadi. Eslatib o'tamiz, Donald Tramp 20-mart kuni AQSh ta'lim vazirligini tugatishni boshlash to'g'risida farmonni imzolagan edi. Yangi Zelandiyada 7 magnitudali zilzila qayd etildi. Yangi Zelandiyaning janubiy orolida Toshkent vaqti bilan soat 6:43 da 7 magnitudali kuchli zilzila qayd etildi. Bu haqda AQSh geologiya xizmati xabar berdi. Zilzila epitsentri Tinch okeanida Riverton kichik shaharchasidan 159 kilometr janubiy g'arbda joylashgan. Xabarlarda zilzila oqibatida jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Isroilda o'zini himoya qilish huquqi bor, ammo harbiy harakatlar mutanosib bo'lishi kerak. Kaja Kallas. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaja Kallas dushanba kuni G'azoda janglar qayta boshlanganidan so'ng Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarni qayta boshlashga chaqirdi. Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, ammo harbiy harakatlar mutanosib bo'lishi kerak, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas. Mojaroga barham berish uchun muzokaralarni qayta boshlash zarurligini ta'kidlab, Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Sar bilan Quddusda bo'lib o'tgan uchrashuvda Kallas zo'ravonlik ko'proq zo'ravonlikni keltirib chiqarishiga urg'u bergan. Biz hozir ko'rayotgan narsa xavfli avj olib bormoqda. Bu garovga olinganlar va ularning oilalari uchun noaniqlikni keltirib chiqaryapti. Falastin xalqi o'rtasida terror va o'limni yoyapti, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari. Isroil tashqi ishlar vaziri bunga javoban jangarilar Isroil shartlarini bajarsa, jumladan garovga olinganlarni ozod qilsa, urush ertaga tugashi mumkinligini aytgan.
Surxondaryoda fuqaro 82 kilogramdan ortiq giyohvand modda bilan qo'lga olindi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan. Muqaddam sudlangan fuqaro Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari o'tkazgan tezkor tadbirda 82 kilogramm 478 gramm opiy giyohvandlik moddasi bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, qo'lga olingan shaxs tojikistonlik narkokuryer tomonidan Uzun tumanidagi xufiya joyda qoldirib ketilgan moddani $2000 evaziga mahalliy fermer xo'jaliklaridan birining noturar binosiga yashirayotgan joyda qo'lga olingan. Aniqlanishicha, u olgan xizmat haqqi evaziga tojikistonlik narkosavdogarning ko'rsatmasiga asosan giyohvandlik moddasini kelgusida belgilangan joyga eltishni maqsad qilgan. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2001-yilda tug'ilgan fuqaro sintetik giyohvandlik vositalarini zakladka tarzida joylashtirayotgan vaqtida qo'lga olindi. Boshqa bir holatda esa Toshkent shahrida vaqtincha yashovchi 2001 va 2002 yillarda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan 2 nafar shaxs Rossiyadan xalqaro pochta jo'natmalari orqali 7 kilogramm 313 gramm sintetik kannabinoid analogi bo'lgan 5 fluoro ADB giyohvand moddasini qabul qilib olganlarida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur giyohvand modda O'zbekistonga boshqa tovarnomi bilan plastik idishlarda yuborilgan. Karasin uchrashuv biz va AQShliklar uchun foydali bo'ldi. 24-mart kuni Rossiya va AQSh rasmiylari o'rtasida 12 soatdan ortiq davom etgan muzokara bo'lib o'tdi. Hammasi muhokama qilindi. Juda qiyin, lekin biz va AQShliklar uchun foydali suhbat bo'ldi. Ko'plab masalalar muhokama qilindi, ammo hammasida ham kelisha olmadik. Bunday suhbatning bo'lishi menga o'z vaqtida bo'lgandek tuyuldi. Biz bu suhbatni hali BMT va alohida davlatlarni jalb qilgan holda davom ettiramiz, dedi Ar-Riyodga bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya tomonidan ishtirok etgan Federatsiya kengashining xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi rahbari Grigoriy Karasin. Pokistonga qirg'oqchilik xavf solmoqda. Pokistonda yong'in miqdori kamayib, mavsumiy me'yorga nisbatan 62% gacha qisqarishi bahorgi qirg'oqchilikka sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Pokiston meteorologiya departamenti bayonot berdi. Xabarga ko'ra, 2024-yilning 1-sentyabridan 2025-yilning 24-martiga qadar yong'in miqdori mavsumiy darajaga nisbatan o'rtacha 40% kam bo'lgan. Yong'in qisqarishi mamlakat hududlarida Sindda 62% gacha kam, Belujistonda 52%, Panjobda 38%, Xaybar Paxtunxvoda 35%. Yaqinda yoqqan yomg'ir Sinddagi vaziyatni bir oz yaxshiladi. Biroq Belujiston va Panjobda qurg'oqchilik davom etmoqda. Qurg'oqchilik Pokiston uchun doim jiddiy sinov bo'lib kelgan. Buning ikkita sababi bor. Birinchidan, butun mamlakat Hind daryosi va uning irmoqlariga juda kuchli bog'lanib qolgan. Shuning barobarida yildan yilga suv iste'moli oshmoqda. Daryo esa har yili deyarli bir xil suv beradi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligi Pokiston yalpi ichki mahsulotining 4/1 qismini va mamlakatdagi bandlikning 37%ni tashkil etadi. Biroq suv iste'moli infratuzilmasini va suvni tejovchi muhandislik inshootlarini barpo etish uchun ulkan mablag' kerak. Hozirgi iqtisodiy vaziyatda Pokiston uchun bu ilojsiz masala. Nohaq o'limga hukm qilingan Yaponga $1.4 million to'lanadi. Nohaq o'limga hukm qilinib 47 yil umrini jazoni kutib qamoqda o'tkazgan yaponiyalik Iwao Hakamadaga 217 million yena, ya'ni $1.44 million tovon to'lanadi. Bu haqda Kyodo nashri xabar berdi. O'z xo'jayini, uning xotini va 2 bolasining qotili sifatida ayblanib 1968-yilda o'limga hukm qilingan Iwao Hakamada o'tgan yili sud tomonidan oqlandi. Iwao Hakamada hozir 89 yoshda, qotillik yuz berganda 1964-yilda 28 yoshda bo'lgan. AQShda davlatdan nafaqa olib yurgan 7 million o'lik jon borligi aniqlandi. AQSh ijtimoiy ta'minot boshqarmasi hujjat bo'yicha g'ayritabiiy yoshlarda yashayotgan, hatto ayrimlari 120 yoshdan oshgan 7 millionga yaqin amerikaliklarni o'lgan deb e'lon qildi. Bu haqda Elon Musk boshchiligidagi hukumat samaradorligi departamenti ma'lum qildi. Oxirgi 3 hafta ichida ijtimoiy ta'minot boshqarmasi o'z ma'lumotlar bazalarida katta tozalash ishlarini olib bordi. 120 yoshdan oshgan 7 millionga yaqin amerikalik o'lgan deb belgilandi. Hali yana 5 millionga yaqini qolgan, deyiladi hisobotda.
Elon Musk 1 legionda teng Optimus robotlari chiqarilishini e'lon qildi. Tesla korporatsiyasi bosh direktori Elon Musk 2025-yil yakuniga qadar 5000 dona Optimus robot ishlab chiqarilishini e'lon qildi. Musk kompaniyaning choraklik natijalarini taqdim qilarkan, agarda Tesla rejalashtirilgan 10 mingta robotning yarmini ishlab chiqarsa ham ulkan yutuq hisoblanishini bildirdi. Hatto 5000 ta robot ham Rim legioniga teng. Uning askarlari soni turli davrlarda 2000 nafardan 10 mingtagacha bo'lgan dedi u. Biz tom ma'noda legion yaratamiz. Bu yil kamida bitta legionga teng robotlar, kelgusi yilda esa 10 ta legion paydo bo'lishi mumkin dedi Musk. Uning ta'kidlashicha, robotlar ishlab chiqarilishi Tesla uchun mutlaqo yangi faoliyat yo'nalishi. Shu bois kompaniya ayrim xatolarga yo'l qo'yishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramasdan, bu robotlar Tesla uchun eng istiqbolli aktivlardan sanaladi. Odamsimon intellektual robotlarning ahamiyati, ular bajaradigan vazifalarga hozirdan baho berish qiyin. Musk 15-mart kuni bergan bayonotida 2026-yili Optimus roboti fazoviy kemada Marsga jo'natilishini ma'lum qilgandi.